Assalomu alaykum hammaga. Qadrbaland, qadrdon podpischilar, chorbi ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, Qirg'iziston muqa shaydolari. Bugun hafta kuniga shanba 2025-yil 27-sentyabr. Qadrli obunachilar, Qirg'izistondan kelgan yangi partiya buqalarimiz bor. Mana qanday yemga tashlaydiganlari ham bor. Kichikroq yosh ko'chatlar variantlari ham bor mana. Akalar, videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rakal obuna tugmasini bosib, do'st birodarlarga, yulpalarga tarqatib qo'yish iltimos qilamiz. Like tekin, likedan pul so'ralmaydi akalar. Like'ni bang'allatib tursanglar, xudo xohlasa sizlar uchun xizmatdamiz akalar. Xo'p, manzilimiz Andijon tumani Ayrilish mahallasida. Mana qanday smeshli buqalar ham bor ichida mana akalar. Manzilimiz Andijon tumani Ayrilish mahallasida, Jahon bozorida Pulg'avogidan 3 kilometr tepada. Telefon nomerlarida shu ekrandagi nomerlarda lokatsiyalar tashlab beriladi. Telegram, WhatsApplar bor. Onlayn, offlayn savdolar ham bor. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab ham, vodiy bo'ylab ham dastlabki qilib beramiz. Bu kelishuvga qarab bu akalar. Mana. Xo'p, bularda soniga keladigan bo'lsak, 23 dona mana shunaqangi 1,5 yashar, 2 yashar atrofidagi 1 yasharligi yo'q bular ichida. 1 yashardan baland eng kichigi ham. 23 dona mana shunaqangi yemga tayyor buqalarimiz bor akalar. Ularni bir qator chiroyli qilib narx-navosini, bo'ybasini, kilosini taxminan aytib o'tib ketamiz. Bo'ylari akalar 1.10 dan boshlab 1.25 ga dov. 1.15, 20, 25liklari ko'p. Rasa bo'lsa 3 ta yo 4 ta sal mana qangi nozikroq, kichikroqlari bor. Qolgani hammasi bir xildek gap. Mana qadrli obunachilar. Ular yeb ichishini sinab ko'rib, mashetda mana suvlari bor, o'tlari bor. Silos kepa hamma yo'q bor akalar. Yeb ichishini sinab ko'rib, yo'qsa olib ketaverasizlar, yo'qmasa qolaveradi akalar. Bu buqani qaranglar. Lapanlab yuribdi bu, lapanlab. Mana akalar. Bular jinday charchadi xolos. Aybi shu charchadi. Kecha kuni kelgan akalar. Yana 3-4 kun dam olsa, charchalari yozilib zo'r bo'lib qoladi, qadrli obunachilar. Mana bitta ko'ringlar. Suvagi polvon, oyoq qo'li polvon. Yeb ichishi zo'r, polvon bo'zaylar. Tonna bo'ladigan xudo xolasa akalar. Bu buqalarni semirsa qassoblarimizdan xotirjam o'ylanmasdan so'yadi. Sababi yog'siz bo'ladi. Shuning uchun Qirg'iziston buqasi birinchi o'rinda turadi xudo xolasa. Qadrli obunachilar. Xo'p, ko'p nima qilmaylik, videoda cho'zmaylik-da, narxiga o'taylik. Bularni hammasini bir joyga 23 tani men oldim deb telefon qiladigan bo'lsa, bir joyga ham aytamiz, donaga ham aytamiz, optimiga ham aytamiz akalar. 23 tani bir joyga vodiy bo'ylab yetkazib beramiz desa, narxini kelishtirib hozir mana 27 million so'mdan kamini qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab ham qilib beramiz. Misol Samarqand, Buxoro, Toshkentdan telefon qiladimi? 27 million so'mdan akalar kelishtirib yo'lda qilib beramiz mana. U aytilayotgan yo'q pul. Kelib ustida ko'rasizlar. Mollarimizni bir qator bunday hamma yo'g'ini ko'rib ustida kelishamiz akalar. U kami bor, xayrisi bor. Donaga akalar 23,5 milliondan boshlab 29 millionga don mol bor. Bitta ikkita olaman deydigan akalar bo'lsa. Sababi jichcha rasxodlari balandroq kelgan bularni. To'g'risi yo'llar beki ancha qiylanib ketdi kelguncha. 15 kun, 20 kun qolib ketdi karantinda. Postda qolib ketdi akalar. Ashini hisobiga jinday batareyalari ham bor.
Xo'p, bularning endi ancha qolgan ma'lumotlarini ekrandagi nomerlardan telefon qilib so'rasanglar bo'laveradi akalar. Bu yoqda endi mana bundan ham kichikroq, yoshroqlari, smeshinlilari ham bor, mana qanday angizga smeshinlilari. Ashlarini ko'rsatamizda. Mana video buzmasdan pramo kiramiz. Qadrli obunachilar. Mollarimizni soni ko'p. Hammaga yetadi, kelaverasizlar, xudo xolisa. Turgiz var hammasini aytibman. Ko'p. Mana Anguska smeshinlisdan bitta, ikkita bor ekan. Qadrli obunachilar. Mickey Mouse bor mana menda bitta. Yana bitta bor Mickey Mouse'dan. Mana ikkinchisi yotibdi. Turgizashini ham. Mashaqqa bitta o'tkazaver-da, moqoraga. Mayaqqa o'tkazib, mashaqqa. Ular turaversin. Mana bitta o'tkazib ko'rishsinchi. Mana Mickey Mouse. Bir jup Mickey Mouse, bir jup Angusi bor mana akalar. Anguslarini narxini aytib o'tib ketaylik. 20 ga 21 akalar. Monisi 21, narigisi 20, kami bor akalar. Kelaverasizlar. Nari Mickey Mouse ham 20 kami bor. Mana shved paroda buqalarni istayotganlar. Bo'ylarini 1 metrga olinglar, 95 bir chiqaveradi. 1.5 liklari ham bor ekan mana. Hayda hammasini aytaman. Mana 1.5 liklar o'tib ketyapti. O yoqdan haydadi hammasini oldidan. Mana 90 bir dona bor ekan, qadrli obunachilar, mana mashinasi. Mana bularda eng qizig'i akalar, yashuriga, boshqa kasal-kusaliga javob beramiz. Monolarga javob yo'q, kattalariga. Sababi bular kecha keldi. Yashur-pashur yo'q. Bular yashurdan chiqqanlari ham bor, yashur bo'lganlari ham bor. Endi yangi mol bir qator bo'ladigani bo'lyapti, qadrli obunachilar. Mana qangi Suvayli shahriylik ham bor ekan mana. Mashina o'zini iminni olaman deydigan odam bo'lsa 16,5 ga ketdi, qadrli obunachilar, qisildi. Mana. O oldiga o'tib haydada. Mana eng kichigi 90 plus olinglar, mana 1.5 ligi ketdi. Mickey Mouse sherigi mana, qadrli obunachilar. Akalar, bitta bang'illatib narx chiqaramiz. Kelinglar, hammasini bir joyga kelishtirib ham beramiz. Yo'q, narxni aytmaylik, ustida savdosini qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 ta ekan bu yerda akalar. 18 tasini oldim deganga bitta hisob kitobini chiqarib turib, barakasini beraveramiz. Vodiy bo'ylab ham, O'zbekiston bo'ylab ham kelishtirib beramiz kerak bo'lsa. Xo'sh. Endi bu yerda yana bitta yangi partiyamiz bor. Mana akalar. Chista Qirg'iziston yayloq buqalari, qadrli obunachilar. Kimga kerak edi mana shunaqasidan mana. Mana to'qolga smeshinli variantlar. Go'zallar, ko'ringlar. Ko'zlar quvnaydi xudo xolisa. Mana. Mana. Ko'k to'qolga shved to'qol mana. Jup so'raganlari bormi to'qollaridan mana. Chu. Mana akalar. Rasa parda mana shu ko'k to'qol bilan shved to'qol. Qadrli obunachilar, bo'zaylarni chicha qorong'ulik qilyapti. Sababi tashqariga olib chiqishga iloji yo'q. Ko'rdinglar, tashqaridan mollar bor. Allash ketib qoladi. Kelaverasizlar, hammaga yetadi mollar mana. Mana akalar. Bu yerda hamchi 14,5-15 dan mollarimiz bor. 16 ga ham bor, 16,5 ga ham bor. 17 ga ham bor akalar. 18 ga ham bor, 17,5 ga ham bor. Kelib, shunday molni ichidan ajratib, molni chiqarsanglar, kelishaveramiz, muomala qilib, kelishtirib yo'lda qilib beramiz. Dastlabkasi bor, vodiy bo'ylab 1 dona olsam, 2 dona olsam, qadrli obunachilar. Dastlabkasidan muammo yo'q umuman. Mana. Chu. Hush. Yemoq, ichmog'i
salomatchiligi zo'r. Bular o'zi bir qo'ra mana. E'tibor bersangiz, kraskasi hammasi bir xilda mana. Bir qo'ra 38 ta bosh. 38 bosh. Katta kichigi alohida kelishtirib yo'lda qilib beraveramiz mana. Mana shunaqangi kraskalarning hammasi bir qo'ra. Qadrli obunachilar. Hozir oldidan ham ishlarni ko'rsatib, chiroyli qilib zo'r qilib beramiz mana. Mana qadrli obunachilar. Silos kepaylar deyishyapti. Yemoq ichmog'i zo'r. Endi charchag'i bor, to'g'ri tushunasizlar. Oson bo'lmadi bularni olib kelish. Ularni gapirish kerak yo'q. To'g'risi jicha charchag'i chiqsin, mollar o'ziga keladi. Hush, mana. Hush. Hush. Mana qadrli obunachilar. O'g'lo, shular mana qangi. Tashqarida 23 ta bo'sh yurganlarni ukalari bular akalar. Ularni 23 dan kamini qilib beramiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. Bo'ylarini 1.10 ga olinglar. Qo'yiq suyu sredniy 1.10 dan chiqaveradi bemalol. Mana 23 million so'mdan kamini qilib beramiz. Kami bor, xayrisi bor. Kelishtirib yo'lda qilib beramiz. Behijolat kelaverasizlar. Akalar, videoda uzoqlashmaymiz. Ozginadan nima qilamizda, hali cho'zish kerak yo'qda. Endi ancha-muncha kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sababi biz bloger emasmiz. O'zimiz mahsulotni o'zimiz reklama qilyapmiz. To'g'ri tushunasizlar. Kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Shu ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar mana. Mol uzilmaydi bizda, xudo xolasa qishin yozin bo'ladi. Mana. Jonivorlar yotishini qaranglar mana. Akalar, videoda oxirigacha ko'ringlar. Barcha ma'lumotlar berildi, xudo xolasa. Endi ancha-muncha xatolar, kamchiliklar bo'lishi mumkin. Bu bor narsa. Shu ekrandagi nomerga telefon qilsanglar, qolgan ma'lumotlarni yetkazib, onlayn, offlayn savdolarni qilib, buqalar kelishtirib yo'lda qilib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani ishiga, chorvasiga Xudoyim baraka bersin. Topganinglar halol bo'lsin, qadrli obunachilar. Kelaverasizlar. Manzilda aytib o'tib ketamiz yana bir qator. Andijon tumani Ayrilish mahallasida. Sog' bo'lasizlar akalar.